Xo'sh aka-ukalar, biza mo'ykadan chiqib oldik va liniyamizni yoqdik. Biznes elektro. Pochinni boshlayversa bo'ladi. Achki qalay turibdi. 5 dan 10 gacha baho berib yuboringlar. Zojgan charchamanglar. Xo'sh, klient oldiga ham kelib qoldik. Ko'p aka-ukalarimizdan keladigan bitta savolni aytaman-da. Farhod, nimaga reytingim tushib ketyapti deb so'rayverishadi. Yaxshi baho qo'y ber deb aytaman, bu yoq deyishadi. Klientdan hech qachon baho so'rash kerak emas. Klientdan baho so'rasanglar, bu nabarot reytingini tushirib yuborishga to'g'ri kelib qoladi. Qanaqa desanglar, voy onasini yemsan. Turganda qara. 1 2 3 4 jinni o'qib qo'yganman. 4 ta chemadan, ahmoq yo'q-u oladigan. 2 ta chemadan olib keta olamiz. Atak sog' bo'ladi, salomat bo'ladi. Hindistonliklarga ko'ra nima bo'ladi? Okay. No? Okay. Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldi. Bratanni ham ko'zlari chiqib ketyapti deyotgandim. Men bilan meniki shekil. Voy onasini yemsan, jinni bo'lib qolganmi bular? Hello, you? Huh? 2 chemadon. What? 1, 2. Only two? Yes, 1 chemadon, 2 chemadon. Sure. What are those other bags? Huh? Here, baggage, 2 chemadon. No, salon, no. This business, I'm sorry. Еще один кар. Еще один кар. Машина chaqirasiz еще один. English. Car. Here. Еще один. 2 car. Что, вот эти чемоданы. Car करो. What? Yes. Here только 2 чемодан. 1 чемодан, 2 чемодан. Here? Пацаны, вообще, ребята, классно. Бизнес такой, вообще. братан. Особенно вот, Говори. вот тот вот паренек, да, вот с белым вот на плече. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре класс. Но- Заебись. Четко. Получается чётко. у вас действительно. Умеете. Могете. So when start. Hmm? Cool. Xo'sh, nima bo'ldi? Klient topib keldik. 22,5 milliy chiqdi. Chemodanini ko'rsatganimdek faqat 2 tasini oldim. Sizlar majburmasizlar 4 tasini olishga. No, basharaliga qiyshaydi, o'shaning uchun 100% bo'lib bitta yulduzcha qo'yadi. Konfliktniy passajir. Yana nima? И другое, что chemodanlari ko'p. Va bizni ikkinchi klient poylab turibdi уже, yo'lga chiqamiz. Zajigay. Lekin bular ham mana na prinsip qilib, sirazi o'tirishi bilan bir-biriga kulib, bitta suvni ichib qo'yishdi. Mayli, osh bo'lsin. Biznesda endi shunaqa.
5,000 so'mlik yursa ham bitta suvni ichib qo'yishadi. 100,000 so'mlik yursa ham bitta suvni ichib qo'yishadi. Reglament bo'yicha suvni berishimiz kerak, berdik. Osh bo'lsin. Endi o'sha suvni pulini olib tashlab, foizlarni olib tashlaydigan bo'lsak, 10,000 so'mga ikkita chemodanni ko'tarib, ortib tushirib keldik. Xullas, hozir juda ham qiziq bitta situatsiya bo'lyapti. Klient poylatib qo'ygan. O'tirma, 15 minutdan keyin chiqyapti-da. Shoshyapman, tezroq yuring deyapti. Hurmatli klientlar, iltimos, agar shoshayotgan bo'lsanglar, o'sha 15 minut haydovchini kuttirmanglar-da. 15 minut vaqtliroq chiqinglar. O'shanda sizlar kutib ham qolmaysizlar, manzilingizga tezroq ham borasizlar. Hozir mana shu kamerani yoqqanimdan keyin klient uje uspakoyitsa qildi. Ungacha nerv chiqib ketyapti-da. Tezlashing, bosing. Baraka topkurlar. Hozir balli sistema bor. Bu bir. Ikkinchidan Toshkentda 60 tezlik. 70 yura olmaymiz, 66 ham yura olmaymiz. O'shaning uchun haydovchiga tezroq degandan foyda yo'q. Undan ko'ra aytganimdek sal vaqtliroq chiqinglar. Hammasi cho'tki bo'ladi. Bilaman, hozir prosta yomon bahoni qo'yib qo'yadi, sababi 60 tezlikda keldim. Aytganidek bosib kelmadi. Mana shunaqa situatsiyalarni ham Yandex inobatga olsa zo'r bo'lardi. Kuninglar yaxshi o'tsa, zajigayam bosamiz dalishi. Qo'yganman. Toshkent City'ning ichidan zakaz berdi. Plus 31,5 ming. Ohohoho! Comfort Plus. Klient oldigacha 167 metr bor. Lekin o'sha 167 metr probga qimirlamayapti. Hozir ko'ramiz. Xudo xolasa admin qo'rmasa, olib ketamiz. Zajigayam. Xo'sh, keldik. 15 minutda shekil, menimcha. Endi qiziq savol. Bizani klient qayerda ekan? Здравствуйте. Здравствуйте. А можно попросить кондиционер выключить? Окно. Да, конечно. Угу. Все, выключаем. Все, можем ехать? Конечно. Будут какие-нибудь пожелания поездки? Спасибо. Только кондиционер. А то мы мерзнем от кондиционера. Хорошо. Едем в Каракамыш, да? Всё верно. Xo'sh, aka-ukalar. Olib kelib tashladik. Qoraqamishgacha. Endi bu yog'i damoy. 31,5 mingmi, 30 nechi mingdir plus bilan mana shu anaqa rasmini qo'yaman. O'shanaqa plus bilan xullas olganimda 60 karta bilan to'landi deb qaramadim borib. 67 ming chiqdimi? Shunaqa. Nima deb o'ylaysizlar? Toshkent City'dan Qoraqamishgacha, Grilbargacha Comfort Plus'da 67 ming normalniymi? Обязательно kommentariyada yozib qoldiring. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Lekin men haqiqatan osilib qoldim lekin. Charchadim. Va biz bugungi kunimizni tugatamiz. Bugun ishlagan pulimiz esa 833,720 so'm. Bugun soat 10 da chiqdim, 11 bo'pti. Astag'firullah, rosa uyqum kelyapti lekin. Xullas shunda 13 soat ishlagan bo'laman. Yo'q, orada o'zim ishlarimni ham qildim aytgancha. 2 soatcha o'zim, 3 soatcha o'zim ishim ketdi. Taxminan plus minus 10 soatda 833 ming. Biznes ora-orada Comfort Plus aytgancha elektrodan ham zakazlar ko'payib qopti.